So'nggi saboq. Alfons Dodey. Elzaslik bolakay hikoyasi. O'sha kuni ertalab maktabga juda ham kech qolayotgan edim. Muallimdan tanbeh eshitishimni o'ylasam, yuragim orqaga tortib ketardi. Ustiga ustak, Mose Amel bizdan avvalgi dars mavzusini, sifatdoshlarni so'ramoqchi edi. Men esa yarimta so'z ham yodlamaganman. Bir zum xayolimga darsga kirmasdan sayr qilib yurish fikri keldi. Havo juda ochiq va iliq edi. O'rmon chetida sayroqi qora yaloqlarning kuylayotgani, taxta yunish zavodi ortidagi river o'tlog'ida nemislarning safda yurish mashg'ulotlarini bajarayotgani eshitilib turardi. Bularning bari meni darsdagi sifatdosh qoidalaridan ko'ra ko'proq o'ziga jalb qilardi. Lekin o'zimni qo'lga olib maktabga yugurdim. Meryal yonidan o'tayotib, e'lonlar taxtasi oldida to'planib turgan odamlarga ko'zim tushdi. So'nggi 2 yil ichida biz u yerda faqat ko'ngilsizlikdan xabardor bo'lar edik. Boy berilgan janglar, rekvizitsiyalar, komendant buyruqlari. O'ylanib qoldim. Yana qanday noxushlik bo'lishi mumkin? Shu payt shogirdi bilan e'lonlarni o'qib turgan temirchi Vaqter meni chaqirib qoldi. "Shoshma bolakay, ulgurasan o'sha maktabingga." U ustimdan kulyapti deb o'yladim va halloslagancha Mose Amelning uyi oldidagi gulzor tomonga yugurdim. Odatda dars boshida ko'chaga eshitilarli darajada shovqin ko'tarilardi. Bolalar quloqlarini qo'llari bilan yopgancha o'tilgan mavzularni g'o'ng'illab takrorlashar, partani childirma qilib chalishar, muallimimiz esa chizg'ichi bilan tinchlantirishga urinardi. Sekinroq bolalar. Men mana shu shovqin suron ostida joyimga sezdirmasdan o'tirishni mo'ljallagandim. Ammo shu bugun yakshanba tongidek jimjit edi. Ochiq oynadan o'rtoqlarim allaqachon joy-joylarida o'tirganini, Mose Amel esa vahimali chizg'ichini qo'ltiqlagancha u yoqdan bu yoqqa borib kelayotganini ko'rdim. Qanday qilib bu jimlikdan eshikni ochib kirsam ekan? Qo'rquvdan qanchalik qizarib, qaltirayotganimni tasavvur qilib ko'ring. Xavotirim o'rinsiz ekan. Mose Amel menga muloyim qaradi va erkalab dedi: "Qani, Frans o'g'lim, kira qol. Biz sensiz darsni boshlamoqchi bo'lib turgandik." Men stulni hatlab o'tib, o'z joyimni egalladim. Shundagina qo'rquvim bosilganidan keyin muallimning egnidagi dabdabali yashil syurtuk, burama galstuk va boshidagi qora ipak taqyani ko'rdim. U faqat inspektor tashrif buyurganda yoki mukofotlar taqdim etilayotganda shunday kiyinar edi. Butun sinf ko'zimga ajib va dabdabali bo'lib ko'rindi. Ammo meni boshqa holat hayron qoldirdi. Ko'pincha bo'sh turadigan orqa o'rindiqlarda qo'lida uchburchak musiqa asbobi bilan qariya Hauser, uning yonida sobiq mer, pochtachi va boshqa qishloq kishilari o'tirardi. Ularning yuzi g'amgin. Hauserning tizzasida chetlari titilgan eski alifbe, uning ustida esa katta ko'zoynak turardi. Mose Amel avvalgiday muloyim, lekin jiddiy ohangda hammamizga murojaat qildi. "Bolalar, bugun sizlar bilan so'nggi bor dars o'tishim. Berlindan Elzas va Lotaringiya maktablarida faqat nemis tili o'qitilishi haqida buyruq berildi. Yangi o'qituvchi ertaga keladi. Bugun fransuz tilidan oxirgi mashg'ulotimiz. Iltimos, e'tiborliroq bo'linglar." Mana shu 2 og'izgina so'z meni larzaga soldi. Ah, razillar. Meriya devoriga ilingan e'lon nima haqida ekanligiga endi tushundim. So'nggi fransuz tili darsi. Men bo'lsam zo'rg'a yoza olardim. Demak, endi yozishni yaxshi o'rgana olmayman. Butun umr savodsiz bo'lib qolaman. Darsga kirish o'rniga qush uyasi axtarib yurganim, muzlagan Sara ko'li ustida sirpanchiq uchib yo'qotgan vaqtimga shunchalar achinib ketdimki, biroz oldin zerikarli bo'lgan kitoblar endi men uchun qadrdon do'stlardek bo'lib tuyuldi. Ulardan ajralish men uchun og'ir edi. Mose Amelchi. Xayolimda uni boshqa ko'ra olmaydigandek edim. Uning tanbehlari, chizg'ich bilan jazolashlarini ham bir lahzada unutdim. Bechora.
U oxirgi dars sharafiga o'zining bayramona liboslarini kiygandi. Orqa o'rindiqlardagi qishloq odamlarining nima uchun u yerga to'planishganini endi tushundim. Ular maktabga tez-tez kelib turmaganliklaridan afsusda edilar. Yuz ko'zlaridan muallimning 40 yillik halol mehnati uchun minnatdorchilik bildirayotganga o'xshab ko'rinishardi. Ism familiyam yangraganini eshitib xayolim bo'lindi. Javob berish navbati meniki edi. Qaniydi sifatdosh qoidalarini baland ovozda, tutilmasdan, dona-dona qilib gapirib bera olsam. Biroq men hammasini chalkashtirib yubordim. Og'irligimni u oyog'imdan bu oyog'imga tashlab, ko'zimni yerdan uzolmay turaverdim. Mosi Amel menga tikilgancha so'zlay boshladi. Men seni koyimayman, Frans o'g'lim. Shundoq ham jazolanganingni bilsang kerak. Har safar qayoqqa ham shoshildim. Ertaga yodlayman deb o'ylaysan. Oqibati nima bo'ldi? Biz elzasliklar o'qishni doimo ortga suramiz. Fojiamiz ham ana shunda. Sizlar o'zingizni fransuz deb bilasiz va holanki o'z ona tilingizda to'g'ri gapirishni ham, yozishni ham eplay olmaysiz. Bunda sening aybing boshqalarnikidan kam emas, Frans o'g'lim. Biz o'zimizdan o'pkalashimiz kerak. Ota-onalarimiz o'qishlarimiz haqida ko'p ham qayg'uravermaydi. Maktabga jo'natish o'rniga qo'shimcha aqcha maqsadida sizlarni dalaga yoki fabrikaga ishlash uchun yuborishadi. Men o'zimchi? Men emasmi sizlarga bilim berish o'rniga bog'dagi gullarni parvarishlashni zimmangizga yuklagan? Men emasmi baliq ovlagim kelib qolganda sizlarni darsdan ozod qilgan? Shundan so'ng Mosi Amel fransuz tili dunyodagi eng ajoyib til ekanligini, bu tilni asrashimiz lozimligini, chunki mustamlaka xalq o'z ona tili yordamidagina yorug'likka chiqa olishini uqtirdi. So'ngra muallim grammatikadan ma'ruza o'qidi. Darsni yaxshi tushunayotganimdan o'zim ham hayratda edim. Mosi Amel mavzuni juda ravon tushuntirardi. Avvallari darsni bunchalik diqqat bilan tinglamagandim. Muallimimiz ketish oldidan bor bilimini bizga qoldirmoqchidek edi go'yo. Grammatikadan so'ng yozuvga o'tdik. Mosi Amel namuna sifatida doskaga chiroyli husnixat bilan quyidagi so'zlarni yozib qo'ydi. Fransiya, Elzas. Fransiya, Elzas. Sinf suv quygandek jimjit. Faqat qog'oz ustida yurayotgan qalamlarning qitirlashigina eshitilardi. Maktab tomida kaptarlarning g'ov-g'ovlagani qulog'imga chalindi. O'ylanib qoldim. Hali ularni ham nemischa kuylashga majburlash kerakdir. Ko'zimni daftardan uzganimda Mosi Amelning maktab bilan qayta ko'rish olmaydigandek har bir narsaga sinchiklab qarayotganini payqadim. O'ylab ko'ringa. U 40 yillik umrini shu maktabga baxshida etdi. Eski stul va partalar kirlarim yaltirar, hovlidagi kashtan daraxtlari osmon qadar bo'y cho'zgan, ularning tagiga ekilgan ximel butun derazani to'sib turardi. Uning uchun bularning hammasi bilan xayrlashish og'ir edi. Axir u ertaga bu yerlarni butunlay tark etadi. Mosi Amel darsni oxirigacha yetkazishga o'zida kuch topa oldi. Yozuv chizuvdan so'ng tarix darsiga o'tdik. Keyin barchamiz jo'ravoz bo'lib harflarni qaytardik. Ba, be, bi, bo, bu. Orqa o'rindiqdagi qariya Hauser ham ko'zoynagini taqib, alifbeni qo'lida tutgancha bizga qo'shildi. Ovozi hayajondan titrab chiqardi. Uni eshitib yig'lashni ham, kulishni ham bilmasdik. Yo'q, bu dars sira ham yodimdan ko'tarilmaydi. To'satdan cherkov soati kun yarim bo'lganini, ibodatga shoshilish kerakligini eslatgandek bong ura boshladi. Shu onda deraza tagidan mashg'ulotdan qaytayotgan Prus askarlarining turubalari jarangladi. Mosi Amelning rangi bo'zdek oqardi va o'rnidan turdi. "Do'stlarim", dedi u. "Do'stlarim, men Uning bo'g'ziga nimadir tiqilganday bo'ldi. Qo'liga bo'rni olib, katta harflar bilan kuchining boricha quyidagi so'zlarni yozdi. Yashasin Fransiya. Keyin boshini eggancha stulga o'tirib qoldi va qo'li bilan bizga ishora qildi.
Endi tamom. Ketinglar.